Yoshlar ko'p ajrashyapti va bu sababga nima bo'lishi mumkin deb so'raganlar, shunaqa video ko'rib qoldim. Men o'zimning fikrimni aytmaguncha sizlar kommentariyaga yozinglar, nima deb o'ylaysizlar. Bu videoda erkaklardan so'rayaptilar va erkaklar ko'pisi aytayaptiki, hozirgi ayol qizlar sabrsiz. Meni fikrim, ajrashishga 2 kishi vinovat bo'ladi. Ayrim paytlar 3 kishi. Bu er, xotin va qaynona. Bizning mentalitetda qaynona degan rolni eslaringizdan chiqarmanglar, потому что bu bizga основной rol. Endi turmush qurgandan keyin hamma vнимание qaynonalar, qaynotalar, родственникlar, hamma vnimaniyasi shu er xotinda bo'ladi. O'zlarini o'g'illari idealni bo'lmasa ham, lekin sizdan idealni kelin bo'lishingizni talab qiladilar. To'ydan oldin sizga обещать qiladilar. Men seni hammadan baxtli qilaman. Sendan bir umr kechmayman. Faqat sen bilan bo'laman. Biz unaqa qilamiz, bunaqa qilamiz. To'ydan keyin nima bo'ladi? Jo'ralar, to'ydan keyin kampushkalar. Bizning Buxoroda bu aktualnida. Igra o'ynaydilar, или kalyanniy, или yana nimadir. Дай bog' chiqmasa, все, jo'ralari oq qiladi, jo'ralari buni quli deb uni kompaniyada обсуждать qiladilar. Hatto uni xotini 1 oy, 1,5 oy uydan chiqmagan bo'lsa ham, u kechalari xotinini yolg'iz qoldirib, zato meni do'stlarim mendan kechmaydi degan ma'noda. Odatda ayollar juda ham ko'p chidaydi, oxirigacha, mayli 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil. Все ravno bir kun emas bir kuni ana shu yerga keladi. Men bunday yashab bilmayman. Yigitlarni o'ziga savol. Например, sizning xotiningiz hech nima pishirib bilmaydilar. Uydagi ishlarni qilib bilmaydilar. Qancha sabr qilasiz? Birinchi bo'lib onalarni o'zlari so'raydilar. U pishirib bilaykanmi, u qo'lidan ish kelaykanmi deb o'zlariga kelin qidiradilar, to'g'rimi? To'g'ri. Keyin har xil nag'malar chiqadi. Nima uchun shu narsani to'ydan oldin aytib bo'lmaydi-da? Men sinmayman, men seni qoldirib ketaman. Men uchun jo'ralarim birinchi o'rinda. Men to'g'ri ishlab kelib bilmayman. Ishlaganimni faqatgina onamga yoki o'zimga yoki senga berishim mumkin, lekin sendan qaytib olaman. Agar qizlarga men erim bilan qanaqa qilib to'ydan oldin dogovor qilib turmushga chiqqanim qiziq bo'lsa, keyingi videoda aytib beraman. Va bugungi gidro tugadi. Hammaga xayr.